Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Barchangizni Qarshi shahridagi markaziy stadionga taklif etamiz. Berdiyev mana bunday taktikka tanladi. 4 ta himoyachi, 2 nafar OKMKning tarkibi va futbolchilarning joylashuviga e'tibor qaratib ulgurdingiz. Do'stlar, qurraga ko'ra bahsni OKMK boshladi. Keling, men ham tarkiblarga e'tibor qaratib o'taman. Yana bir qancha yosh futbolchilar ham jamoaga yordam bera olmayapti. Hozir OKMKning hujumi qanotdan Abdurazzoq jarima maydonchasi tomon yurishni amalga oshirdi, to'xtadi, zarba berdi, xavfli bo'ldi. Burchakka yo'llangan zarbani bartaraf etdi. Takrordan ko'ramiz. Mana bu vaziyatda Nodirbek to'xtab oldi, ikkita himoyachini chalg'itdi va ba'zida Mirjamol to'pni oldinroqqa yetkazdi. Muqimjonov kirib boryapti. Aldadi, zarba berdi, noaniq, ancha noaniq. Yiqilib tushay dedi. O'rnidan turganda to'pdan qochib ketib ulgurganda, bu yerda esa G'iyosovdan pas va mana bu yerda mehmonlarda yana bir imkoniyat yuzaga keldi. G'aybullayev qaydnomada. Hozir esa Nasafdan hujum, zarba. Norchayev tavsiya etdi. Qosimov yuqoridan ko'tardi, havoda kurrash bo'ldi va bu kurrashda zarba yo'llandi darvoza tomonga. Himoyada tartibli o'ynadi Nasaf, vaziyatni yumshatdi. Ikkinchi tempda hujumga o'tyapti konchilar. Bu yerda Muqimjonovning uzatmasi aniq bo'lmadi. Qarshi hujumda raqibni ushlashga intiladi Nasaf. Cholovich jarima maydonchasi tomon kirib borishni boshladi. Yordam chiqishlar kelayotganda u markazga qarab yurish qildi. Bitta aldamchi harakat bilan qanotga pas berdi. Zafar Murod Abdurahmatovdan cross va gol! Uchrashuvda Husayn Norchayev 16-daqiqada raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Nasaf himoyada tartibli o'ynadi. OKMK birinchi raqamda o'ynayotgandi, lekin bitta ajoyib hujum bilan Nasaf javob berib gol uryapti. Hozir golda eng yaxshi o'ynaganlardan Cholovich bo'ladi. Xo'sh, yo'q. Mana bu uzatmadan boshlab ko'rsatilyapti. O'ylaymanki, hozir hujumni boshlang'ich nuqtasidan ham ko'rsatiladi. Zafar Murod Abdurahmatovdan uzatma. Qimirlamadi Norchayev, to'pni tutturdi va mana shu qimirlamaslik bor o'sha energiyasini, kuchini zarbaga sarfladi. Mana joyida kutib turib zarbaga va himoyachi To'xtaxo'jayev Ilyosovni yopib qo'ygan ekan. Javohir hozir ko'rmay qoldi. Rahmatov edi. Pas yerlatib to'p uzatilyapti va mana bu yerda ozgina qoldi. Mana boyagi hujum, mana shu joyida Zafar Murod Abdurahmatov darvozabon baribir ulgurgan ekan. Ilyosov qo'li bilan to'pni qaytardi. To'liq qaytarib yubormagan bo'lsa-da, to'pning tezligini to'xtatdi, pasaytirdi. Markazga Akmal Mazgavoy to'pni qanotga uzatdi. Muqidinov to'pni egalladi, yuqoridan ko'tardi va xatoni qarang himoyachidan. Demak, 2003-yilda tug'ilgan. Markazga qaytib olgan ekan. Qanotga Zafar Murod o'tib turdi, bu safar u to'p tutib bormadi. Endi OKMKdan hujum, G'iyosov. Pas. Aniq pas, zarba hududiga tayyorlab to'pni oshirdi. Endi esa mana bu zarba darvozabon Nodirbek Abdurazzoqovning zarbasini bartaraf etyapti. Qoldi to'pni mana shu joyda tepsa bo'lardi. Yaqinlashib qolgani uchun Umarbekka to'pni qanotdagi sherigiga yetkazdi. Jamoa hujumda. Yuqoridan to'p oshirildi. Zarba yo'llandi, aniq bordi, darvozabon qaytardi. Hujumga o'tyapti. Ko'ramiz. Yo'q, qo'yib berma. Birinchi taymni yakunlab berdi Shavkat Nasibullayev. 15 daqiqadan keyin qaytamiz. Startni boshida Nasaf kichik ustunlikka ega bo'lgandi. Markaziy o'yin 11-turning ikkinchi bahsi start oldi. Ushbu taym G'aybullayev aytib o'tdim. Cholovich o'rniga tushdi. Shiran jarima maydonchasida pas berdi, qanotga uzatdi Norchayev, to'pni markazga oshirdi, zarba yo'llandi, himoyachi qaytardi. Oybek zarba va bu yerda chempionlik o'yini bo'lishi mumkin. Vaqt soat kelib Jo'jani kuzda sanashadi-ku, o'sha kuzga borib bu o'yinni
dagi 3 ochko qanchalik jamoaga hozir Chirran to'pni jarima maydonchasi yaqinida egallab oldi va maydonda saqlab qolyapti. Bozorov zarba berdi, darvozabon qaytardi. Ikkinchi taymdagi eng xavfli vaziyat hozir yuzaga keldi. Darvozabon munosib o'ynadi. Endi esa OKMga hujumga o'tyapti. Qanotga to'p yetkazib berildi. Tezlik namoyish etyapti. G'iyos to'xtab oldimi? Ha, bu yerda yo'q, bu Aziz Xolmurodov qanotga pas berdi. OKMning hujumi va gol! Hisob tenglashdi. Qarshi hujumdan gol urdi Nodir Abdurazzoqov. Birinchi taymda Nasaf qarshi hujumda gol urib hisobda oldinga chiqib olgandi. OKMga ham hisobni xuddi shu tarzda raqibni qarshi hujumda tutib olib, jazolab muvozanatni tiklayapti. Xolmurodovdan ajoyib pas bo'lgandi mana bu qanotga va G'iyosov to'pni Abdurazzoqovni oyog'iga tashlab berdi. G'iyosov yaxshi ochilgan ekan, mana bu yerda yiqilmadi, pas berdi. G'aybullayev hali o'yinni tempiga kirishib ketib ulgurmagan va bu yerda G'aybullayev to'pni qaytarishga ulgurmadi. Uni ortida turgan Abdurazzoqov birinchi bo'lib to'pga tegdi va darvozaga tushirib qo'ydi. Barobar. So'nggi paytlarda u juda ham yuqori darajada o'ynayapti. Hozir hujumda OKMga Nodirbek Abdurazzoqov pas berdi, Ahmadaliyev to'xtab oldi, to'pni uzatdi. Mana bu yerda zarba yo'llandi, himoyachi qaytardi. Qosimov o'rtaga pas, zarba, darvozabon to'pni ushlab oldi. Muhiddinovdan ajoyib pas, Bahromov bitaldan chiqar ekan, zarba va qanday imkoniyatdan foydalana olmayapti, lekin o'zi yaratdi. Yana bir yangi yulduz kashf etilyapti va bu yerda to'pni goldan o'yin o'tkazyapti va lekin aniq amalga oshirdi bu uzatmani. Uslubi shunaqa ekan, bo'sh nuqtaga qarab to'p oshirish Muqimjonovni. Endi Chiranga atalgan pas va o'tib ketyapti. Dragon Chirran barchani ortda qoldirib, Nasafni hisobda oldinga olib chiqmoqda do'stlar. Tajriba o'z so'zini aytdi. Qiyin o'yinda Nasaf hisobda oldinga chiqib oldi. Chirran himoyachi va darvozabonni bir-birini tushunmasligi natijasida gol urdi. Bu uchrashuvda do'stlar Nasaf muxlislar xursand deb hisoblayapti. Mana. Hop, sapchidi. Do'stlar, darvozabon bilan himoyachini uchrashtirib, o'zi qochib ketyapti Chirran. Mana. Bu yerda Papava bilan Javohir Ilyosovni bir-birini tushunmasligi natijasida Chirran bu yerda boshi bilan to'pni bu tomonga olib o'tib, Javohirni tezligi yetmadi. Endi u ancha o'tib ketib qoldi-da, Javohir mana qaytib olib yugurdi, lekin ulgurmadi. Chirran ham olib kelib, keyin to'pni darvozaga kiritdi. Birdan tepdi. Mehmonlar hujumda. Yuqoridan to'p oshirildi, havoda kurash, Ne'matov qaytardi, hujum davom etdi. Mana. Aziz Xolmurodov bosh bilan to'pni darvoza. 93 daqiqa tugadi. Hakam final xushtagini chaldi. Bugun ikkala jamoa ham zo'r o'ynadi. Muxlislar ham bugun ham zo'r o'yin guvohiga aylandi, ham zo'r ishqibozlik qildi.